Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz a'zolari Spani bo'ladigan raskladnoyimizni ishxonamdan promo qilib, chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Bunga qanday narsalar ishlatishimizni, qanday materiallar ishlatishimizni sizlarga tanishtirib o'taman. Bunga asosiysi ko'p savol bo'layapti-da. Yog'ochlari sasnadan bo'ladi. Teri aralashmaydi. 100% sasnadan. Yo'llari MDF dispida yig'iladi. Materiallarimiz moshi material. Xudo xolasa, machalkalarimiz, paralonlarimiz 8,5 sm paralonda bo'ladi. Buni xo'p, ishlashlari bu holatda mana Spani holati, uzunasiga 2 metr, ichi 1,40 bo'ladi. Mayda 1 metrga 1,35 sondig'i bo'ladi-da, bir jup yostiqlari bo'ladi. Mana bir jup yostiqlari bor. Bemalol meni bo'yim o'z 1,80 sig'adimi degan odamlar mana bemalol yotsa bo'laveradi. 1,80 odam, 2 metr odam foydalansa bo'laveradi. Xizmatlariga keladigan bo'lsak, mana xizmatlarni ko'rib qo'yinglar. Xudo xolasa baquvvat. Har qanaqasiga misol 100 kilomi, 150 kiloli odamlarga garantiyasini beraveramiz. Yo'llari mana dispida bo'lgan, tepalarini ham ko'ryapsizlar, o'zini figurasida aylanganda ichlarini kombinatsiya qilib turib, xudo xolasa chiroyli qilib materiallarni joy-joyiga qo'yib turib, tayyorlab unaqa qilyapmiz. Xudo xolasa. Buni yana bir turi Spani bo'lgan bo'lsa, o'tiradigan divan bo'lsa, mana bu narsa pol Spani holati. Mana tayda tormozlari bor. O'tirib bemalolga televizor ko'rib, telefon o'ynab yotadiganlarga qulayliklari bor. Mana shu holatda mana foydalanaveradi, xudo xolasa. Bu narsamizni mana yana Spani holatiga keltirib qo'yamiz. Ishlashlari o'ta yengil. Ko'ryapsizlar, mana bez mexanizm. Hech qanaqa bir mexanizm degan narsa yo'q. Xudo xolasa, bunimiz 4 rolida ishlaydi xolos. Xohlagan paytda tushirib Spani qilib qo'yasizlar. Uylarga misol mehmon kelib qolsa ham yig'ishtirib, o'zini plastina to'shaklarini, bolishlarini sondig'iga solib qo'yib foydalanaverasizlar. Sondiqlari ham mana bemalol turaveradi.